Haqiqiy baxt nimaligini bilasizlarmi? Bu seni ayoling. Haqiqiy baxt bu ayolingga sovg'alar berish, har kuni unga shokoladlar olib kelish va unga hamma topgan pullaringni berishda baxt bu. Bu baraka. Siz 30 yildan beri baxt qaro edingiz-a? Siz baxtsiz yashagansizda. Xotin olib, baxtli bo'lib qoldingiz-da. Shunday chiroyli xotin olib, bu sizga ertalab kecha qarab chiqqanda. Men kechasi bilan qarab o'qiyib oldim. Endi baxtsiz bo'lib qoldingizmi? Xuddi shunaqa qilib onamga berasan, tushundingmi? Onam? Voy qara, hozir senga onamga bergindim berayotgan. Onam o'zi chiqib qolgan, qara. Mana topganingni onangga bersangina baxtli bo'lasan. Xotinga mana, xotin kim? Bir teng xotin.